O'zgidromet shoshilinch ogohlantirish bilan chiqdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Joriy yilning 13-aprelidan 18-aprelga qadar kutilayotgan yomg'ir yog'ishi sababli respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. O'zgidromet bu haqda ogohlantirish bilan chiqdi. Quyidagi hududlarda Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi tumanlarida, Surxondaryo viloyati Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Bo'ysun, Sherobod, Sho'rchi, Muzrabobod tumanlarida, Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyati Xatirchi, Navbahor, Nurato, Kanimex, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yakkaqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Paxtaobod, Isboskan, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralari so'raladi. Respublika hududi bo'yicha yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishga olib kelishi mumkin deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.